Perdeni bekleyeyim ya açık durarsın hepki. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'q, açık duraversin. Qarang, qozonchi o'yinimiz. Bir birsini tanlang, omadi sinab ko'ring. Neden geldingiz? Urganchdan. Urganchdanmi? Qarang, içinden shert ham chiqishi mumkin, yudovej ham chiqishi mumkin, so'g' ham chiqishi mumkin. Nechun pul yo'q? Pulni o'rnina qimmatbaho vech ko'pmizda. O'zi turmushga chiqganmiz? Yo'q. Mahrani Ikki balam o'zingiz. bor. Al turmushga chiqmay ikki bolamiz bor. Avang. Mahrani o'zingiz. Mahrami? Mahr nima narsa o'zi u? Mahrni tushunadigan odam bormi ekan bu hayotda? Ha, endi shu Urganchda qizdan hech so'raydi. tushunami? Qalin pulimi u mahr? Yo'q, mahr erkak kishidan so'raladigan narsa. Mahra nima so'raymiz? Tinchlik, xotirjamlik so'ragan bo'lar edim. Bu ana shu boshqa tinchlik, xotirjamlik, urush janjal bo'lmasa, hamma narsa bo'ladi. Ha, uning uchun boshqa qizlarga o'xshab G-lik 8 kvartirali xona. Bo'lmagan gap u. Yo'q. Ava? O'zini shu narsaga loyiq ko'ramagan u qizlar. Avval loyiq ko'rgan uchun so'raydi-ku. Yo'q, hey. Ha. Siz qo'ying, g'iybat etmanglar. Nima mashina yurdim bola kadın. Ma mashinada yurgan bolalar yoqmaydi. Ha? Ne oldu yürüyüşün? Peshkom yurishi kerakmi? Ava. 30% chegirma chiqdi. Balki mashin birovnikidir. Men unga ko'rib qarab havas etsam, keyin u birovning mashinasi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ha. Balki u mochik bo'lishi mumkin. Sen chiqingda yurdim bola kadın. Akkuratni. Ko'z chang bo'lmasa bo'ldi. Yo'q, klassik variant tanlaysan, sportivniy variantmi? Sportivniy. Sportivniy giyinadigan bola kadın. Ava. Nechaydan sportivniy giyinadigan bolalar? O'zim ham shundan giyinaman ko'pincha. Siz hozir klassik-ku giyinko'ysiz. Men hozir o'qishga ketamandan shuning uchun. Ha, neda o'qiysiz? Ranchda. Ranchda o'qiysizmi? Nechaga o'qishlari zo'rmi? Xudoga shukr. Qarang, ina bu qozonimizda limon bor edi. Xudoga shukr limon o'qishim yo'q. Bu qozonimizda AirPods bor edi. Qo'limiz yakdim. Avang rahmat, mazali bo'pti. Salatlar ham ajoyib. Gelib, ovqatlanib, palov yeb yetishlaringiz mumkin. Gap chechang emasman. Hali checham bo'lganda shuncha gap gapladingiz. Sen yana kutib qolamiz sizni. Gap Rahmat. turing. Mazalilik uchun bir tovuq ovqat yedim. Hisob. 30% chegirma babura gördingiz axir. Her safar gelganda ish 30% ni ko'rsataman size. Umringizni oxirigacha ketdi bu endi.